Hop, o'qituvchilar shablonini tanlaymiz. Mana o'qituvchilar tanladik. Bu joyda yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Bu joyda o'qituvchilar uchun, har bitta o'qituvchilar uchun login parol yaratib qo'shilsinmi deyapti. Demak, mana bu joyda bosadigan bo'lsak, har bitta o'qituvchi uchun avtomatik ravishda login parol yaratiladi. Demak, davomatga kirish boshida kirgan qismimizda, demak, o'qituvchi uchun login parolni berib qo'ysangiz, o'zi avtomatik kirib, mana shu, demak, siz yaratgan maktabingizga kirib davomatni kiritishi mumkin. Mana login parolni bosdik. Bu joyda mana avtomatik yaratyapti. 22 ta, 23 ta, 37 ta o'qituvchimiz. Mana 37 ta o'qituvchimizga demak login va parol tayinlandi. Buni demak siz yuklab olasiz. Mana Excelga yuklab olindi. Bu Exceldan siz o'qituvchilarga o'sha login parollarni tarqatishingiz mumkin. Demak, har bir o'qituvchi o'zining login paroli bilan kiradi. Hop. O'qituvchilar mana kiritildi. Hop, bu narsa demak davomat havolasi. Hozir demak o'qituvchilarni biz login parol bilan kiradigan qilib qo'ydik. Agar siz yo'q, menga o'qituvchilarimizni login parolsiz kirsin desangiz, boyagi joyda login parolsiz degan joyda bosib qo'yamiz. Login parolsiz demak faqat o'qituvchilarning ro'yxati o'zi kelib chiqadi. Bunda demak davomat havolasi. Bu davomat havolasini yaratganimizdan keyin demak bu havoladan nusxa olib turib, demak o'qituvchilarga Telegram guruhiga tashlab bersangiz, o'qituvchi demak bu havolani bosgandan keyin bizda demak 55-maktabga demak davomat kiritish oynasi chiqadi. Mana o'zining ism familiyasini tanlaydi o'qituvchi. Demak qaysi sinfga dars o'tayotgan bo'lsa, o'sha sinfni tanlaydi. Misol uchun mana 5-A sinf, 1-soatmi, 2-soatda dars o'tyaptimi? Sizga qaysi soatda davomat kerak bo'lsa, o'shani demak o'qituvchilarga tayinlab qo'yadi. Har 1-soatda bir marta olsin, oxirgi 6-soatda yana bir marta olsin desangiz, demak davomat farqini bilmoqchi bo'lsangiz yoki faqat 1-soatda o'zida har kuni olsin desangiz, bu joyga demak o'sha fan o'qituvchisi hop keldi, kelmadisini belgilaydi. Va saqlashni bosadi. Saqlashni bosib qo'ydi. Keyinchalik demak davomatni jo'natib bo'lgandan keyin o'quvchi kech qolib keladigan bo'lsa, kech qoldini belgilab qo'yadi. Kech qoldini belgilasa, demak o'quvchi keldi qilib belgilanib qoladi. Xo'p, havola tushunarli, ha? Endi o'qituvchining login paroli bilan bir kirib ko'ramiz. Bosh sahifamiz hozirgina demak biz mana bu havola orqali 5-sinfda davomatini kiritdik. Bizga demak davomat kelib tushdi. Hop. Endi bitta 7-sinfda davomatni ham login parol orqali kirib ko'ramiz. O'qituvchilarning login paroli orqali. Bitta sinflarga 7-sinfga sinf rahbari tayinlab qo'yildi. 7-sinfga sinf rahbarini tayinlab qo'yamiz. Mana sinf rahbari tayinlandi. Mana bu joyga turibdi, sinf rahbari tayinlandi. Sinf rahbari nimaga tayinlanadi? Chunki o'sha sinfni sababli sababsizni belgilaydi. Shuning uchun kerak bo'ladi. Hop. O'qituvchilarning bozor va shaxsda ustozimizning login parolini olib kiramiz. Bosib, demak endi o'qituvchi sifatida kiramiz. O'qituvchi sifatida demak logini paroli. Mana o'qituvchi sifatida kirgandan keyin demak o'sha demak bozor va shoh ustozim qaysi sinfga dars o'tayotgan bo'lsa, o'sha sinfni tanlaydi. Mana 6-sinf tanlaydi. Bunda
hech qanaqa o'quvchi qo'shganimiz yo'q, shuning uchun chiqmayapti. Biz demak 7-sinfni tanladik. 7-sinfni tanlaganimizda bu sinf rahbari ham o'sha sinfga dars o'tayotgan bo'lib chiqadi. Endi boshqa sinfga dars o'tayotgan bo'lishi ham mumkin. Misol uchun 5-sinfga deylik. Bunda belgilab qo'yganmiz hali havola orqali. Hozir ikkita sinfimiz bor. Demak, 7-sinfni tanlaymiz. Bu joyga ham keldi, kelmadini bosamiz. Mana 3tasi kelmadi. Davomat saqlashni bosadi ustozlar, sinf rahbari, fan o'qituvchisi bu joyga kiradi. Demak, sinfimga kirsa, hozirgina belgilagan 3ta o'quvchi. Demak, mana shu o'quvchilar kelmaganligini sinf rahbari biladi. Qaysi biri javob so'ragan, qaysi biri javob so'ramagan, qaysi biri sababsizlarni belgilab qo'yadi. Belgilab qo'ysa bo'ldi. Endi mana o'qituvchi sifatida kirdik. Endi admin sifatida yana adminimizga qaytib ko'ramiz. Mana ikkita sinf davomat kiritildi mana. Xo'p, ikkalasi ham 3 tadan kelmagan, jami 6 ta. Mana bu joyda admin uchun kelmaganlar bo'limiga kiramiz. Kelmaganlar bo'limida demak, mana bu sinfimizga sinf rahbari tayinlangan yo'q, shuning uchun sinf rahbari ko'rinmayapti. Hop, mana bu joyda sababli, nechtasi sababli, nechtasi sababsiz. Mana demak 7-sinfdagi ikkita o'quvchimiz sababsiz. Joyga demak bildirishnomani bosamiz. Bildirishnomaga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni yozamiz. Yozyovon. Qaysi maktab bo'ladigan bo'lsa, o'sha maktabning raqamini kiritamiz. Inspektor psixologingizni kiritasiz. Misol uchun Falonchiyev Stonchi. Ma'naviyatchi o'zingizni kiritasiz, agar ma'naviyatchi sifatida bo'lgan bo'lsa, Falonchiyev Stonchi qo'yilib bilan solishtirish uchun demak saqlashni bosamiz va yana bildirish nomani bosamiz. Mana bildirishnoma tayyor bo'lib yuklandi. Ochib ko'ramiz. Demak, mana bildirishnomamiz. O'quvchilarning ism familiyasi bu joyda katta harf bo'lganligi, demak biz Excelda yuklaganimiz hammasini katta harfda yuklaganligimiz uchun mana shu joyga katta harfda chiqyapti. Yashash manzili mana demak ko'chasi chiqyapti. Ota-onasining telefon raqami chiqyapti. Sizni demak qiladigan ishingiz bu joyda chiqarasiz va qo'lni qo'ysangiz bo'ldi. Demak, o'sha mana bu joyda sizni ism familiyangiz turadi. Bu joyda demak inspektor psixolog ism familiyasi turadi. Agar unvonini yozish kerak bo'lsa, unvonini yozib qo'yasiz, chiqarasiz. Demak, inspektor psixologga PDF qilib tashlab qo'yasiz. Mana shu sizni qiladigan ishingiz, demak, kunlik davomatni mana shu demak kompyuterda o'tirib, kunlik davomatni tekshirib borish va kelgan-kelmaganlar sababsizlarni belgilab borish. Kimga demak mana shu saytimiz manzur kelgan bo'lsa, demak bu saytga kirib, demak davomat 2 neftli appga kirib, login parol olishdi. Demak, bosib, botdan login parol olib, to'lovni qilib foydalanishingiz mumkin. Demak, avgustga ichi tayyorlab oladigan bo'lsangiz, sentyabrdan bemalol siz demak davomat bilan shug'ullanishda hech qanaqa qiynalmaysiz. Xuddi shu demak siz agar svetochi boshqa muammo bo'ladigan bo'lsa, buni hammasini telefonda bajarsangiz ham bo'ladi. Hammalaringga rahmat. Albatta kirib foydalaninglar.